Jabroil alayhissalom yerga 10 marotaba tushganida 10 ta narsani ko'tarib ketaman dedi. Bular qaysilar? Unda ushbu videoda bilib olasiz. La qotbadana. Birinchi marotaba yerga tushganida yerdan barakani ko'tarib ketaman dedi. Ikkinchi marotaba tushganlarida odamlarning yuragidan rahm, shafqatni ko'tarib ketaman dedi. Uchinchi marotaba yerga tushganlarida bir tug'ishgan jigarlarning o'rtasida mehr oqibatni ko'tarib ketaman dedi. To'rtinchi marotaba tushganlarida podshohlardan adolatni ko'tarib ketaman dedi. Va 5-marotaba Jabroil alayhissalom tushganlarida ayollardan uyatni ko'tarib ketaman. Ayollarda uyat qolmaydi dedi. 6-marotaba tushganda sabrni ko'tarib ketaman dedi. 7-marotaba tushganda ulamolardan ikki narsani ko'tarib ketaman dedi. Birinchisi taqvo, ikkinchisi shubha, gumon. 8-marotaba tushganda boylardan saxovatni ko'tarib ketaman dedi. 9-marotaba tushganlarida Qur'onni ko'tarib ketaman dedi. Va 10-marotaba tushganda iymonni ko'tarib ketaman dedi. Iymonni ko'tarib ketganda qiyomat qaym bo'lar ekan. Endi bir tafakkur qilib ko'ring. Jabroil alayhissalom qanchasini ko'tardi va qanchasi qoldi? Ma'assalama.